Kerim Türkiye halklarının İslam dinini qo'llashi ve İslam dinini tartishga so'pilarning qo'shgan ulushi haqida bag'ishlangan Gulbahram xonim o'z bildirdi, atab ketdi. Bizning 2015-yildan 2017-yil davomida bir necha qo'lyozmalar ustida ishlab, bir necha qo'lyozma o'rganib, ular u matnda İslam dinini qabul qilish va so'plarni tartish, İslam dinini tartish haqida ma'lumotlar to'planganligini aytdi. Biz hamda ish jarayonida faqat qo'lyozmadagi matnlarni emas, muqovalarning bezlanishini baravar birlikda o'rganib keldik. Va har bir qo'lyozmada qarasanglar, har bir muqovada, masalan, ko'pincha o'rta asrda yozilgan qo'lyozma muqovalari mana shu shaklda ko'pincha bezlangan. O'rtasida turunch, ya'ni har xil razmer razmerda berilgan va sirtidagi rangi har xil. Uni agarda qarasanglar, o'rtasida Lola ismi turunch bo'lsa, ustida va ostida ko'rsanglar Lola deb ataydi, kichik naqsh berilgan. U yerda har bir muqovaning yasagan ustozning ismi, nechinchi yilda yasalgan, hamma shu qisqacha bo'lsa-mu shu ma'lumotlar berildi. Bu qo'lyozmalarda hamda biz tadqiqot ish jarayonida ishlagan ish tadqiqotga bizning topgan bir yanglishimiz shuki, muqovalar bilan ichidagi matnlarning yozish vaqtlari har xil bo'lib aniqlandi. Chunki restavratsiya yasagan paytda muqovalar ko'pinchisi 19-20-yillari yatqanligi haqida ustidagi lo'llarda yozilgan har bir sahifning ismi va yasagan yili ko'rsatilgan. Agar ichidagi matnni qarasak, bu yerda matnning har bir qog'oz, qanday qog'ozda yozilgan, har bir varaqda qancha chuqur va qanday yoziqda, ko'pincha masalan nasalliq va nusx taliq yoziqlarda yozilganligini aniqladik. Bu shunaqla qo'lyozmaning boshlanishi qanday matndan boshlandi, bezlanishi va uning muqova bilan har bir matnning bezalangan chog'da ularning ayrimchiligi silsila deydi, silla zanjirlarga elinib, naqshlar qo'yib va naqshlarning ko'pinchisi oltin yoki yeshil rangda va nima sababdan shunday bezalganligini ish jarayonida biz shunday ma'lumotlarni tadqiq va har bir qo'lyozmaning chatlarda ko'pincha qo'lyozmalarda berilgan, u masalan qo'lyozmaning ko'chirilgan haqida ma'lumotlar berildi va to'liqtirilgan, tashlab ketgan yoki shu ko'chagan ustozning o'zining qo'shgan bilgan ma'lumotlari haqida bir qisqacha bo'lsa-mu bizga ma'lumotlarni qoldirib ketgan. Markaziy Osiyoning tarixida islom dinini tartishda so'plarning o'ynagan aytgan roli cho'ng, muhim rol o'ynagan. So'plarning faoliyati haqida ma'lumotlar 15-19 asrlarga oid Tazkira Bugraxon, Tazkira Muhammad Sharif, Xo'ja Muhammad Sharif, Tazkira Xo'ja Qutb Adin Iroqiy, Tazkira Said Apa Xo'ja, Divani Mashrab, Xushxal G'aribining divan qatorliq yozma yodikorlardan mavjud. Atalgan asarlarda islom dinini Turkiy xalqlar orasida dastlab Qaraxoniylar asrida davrida tarqalganligini bizga hammaga ma'lum. Ya'ni Shayx Uvayslarning Markaziy Osiyoga kelib islom dinini taratganini va shuning bilan birlikda Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalari Markaziy Osiyo islom dinini taratish maqsadida kelgan chog'da Buxoro, Samarqand, Isfijab, Taraz va boshqa shaharlarga kelgan chog'da Sharqiy Turkistonga hech bir islom dinini tarata olmagan haqida ma'lumotlar berildi. Manbalarda shu dastlabki islom dini
Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri kirelmegen İslam dinini taratılmagan yerlerge sopla arkalık İslam dinini İslam dinini tartışka soplar muhim rol atgan manbalerde bayan etişçe Şeyh Vayslar vaqtının ötüşü bilen ikinci qatarga ötüp Hocagan Naqshband sopları bolsa aldın qatarga görünüşke başlandı. Umuman soplar içinde soplarning ichida ularning darajasi kamal etgan va ismi butkul Markaziy Aziya territoriyasiga keng tarqalganlar davlat hakamlarining siyosatiga ta'sir etishga boshlaydi. Shuni ta'kidlash lozimki, Hoja Abaydullah Alloh Ahrar dastlabkilardan bo'lib soplarning mamlakatning siyosiy va iqtisodiy hayotiga aralishi lozimligi ideyasi alga surgan. Ya'ni bu yerda atab ketmoqchimanki, agarda Qaraxaniylar davrida soplar, Vays soplari kelib islom dinini tartishga boshlasa, ular hech qachon siyosatga aralashmagan. Shuning bilan farqlindiki, Hoja Ahrar yangi ideyasini alga surib, bu yerda yana soplarning ayrimchiligi va tariqlarning har bir tariqlarning o'zining qo'shgan ulushi va farqlanishi qo'lyozmada atab o'tadi. Hoja Ahrar o'zi Timuridlar sulolasi ichida taxt uchun kurashayotgan avlodlarni yarashtirib, ularning orasida sulh qurishga o'z hassini qo'shgan. Hoja Ahrarning faol qatnashishi bilan Shahruxiya Samarqand hokimi Sultan Ahmad, Farg'ona hokimi Shayx Umar va Toshkent hokimi Sultan Mahmud orasida tinchlik o'rnatilgan. 1515-yili Hoja Ahrardan keyin Naqshbandlar tariqatining rahbari bo'lgan Ahmad Hasani ko'proq Maxdumi Azam deb tariqatning rahbari bo'lgan Maxdum Azam ismi bilan keng tanilgan. Maxdum Azamu mushu siyosatni elib borgan. Maxdum Azamning avlodlari Sharqiy Turkistonda alohida o'rin tutudu. Aqtaqlar va qartaqlar bo'lib, ikkiga bo'linishi, aqtaqlarning davlat boshqarishi so'zimizga dalil keldi. Siz ko'zlar ko'rayotgan hozirgi bu Taskira Bug'raxonning Bodland qo'lyozma fondi saqlanayotgan nusxasi. Taskira Bug'raxon asarida bayonishicha, Sharqiy Turkiston territoriyasida islom dinini taritishi Qaraxonlar davrida Samaniylar shahzodasi Abu Nasr Samaniyning Qashqarga kelishi va Sulton Sodiq Bug'raxonga Qur'onul Karim o'gitishi bilan boshlandi. Sharqiy Turkiston territoriyasida islom dinining tarilishi tarixiy Vaysiya, Kubraviya, Yasaviya, Naqshbandiya, Chishtiya tariqatlari faoliyati bilan zich bog'lashdi. Onun içinde Vaysiya va Naqshbandiya tariqatlari mazkur arealga munosabatli sufizm tarixida alohida o'rin olgan. O'rta asrlar tasavvuf nazariyasida ilm al-laduni tushunigi mavjuddir. Uning asosida Alloh taolaning insonning qatnashisiz bilim elish tushunchasi yotadi. Bu masalada Abu Hamid Muhammad al-G'azalining Ihya Ulumuddin Kimiyai Saadat va Ar-Risala al-Laduniya nomli amgaklari bag'ishlangan. Ilm al-laduni Vaysiya konsepsiyada tushunishga bo'ldi. Sababi avloddan avlodga ma'naviy madaniyatning insonga kelgan odamlarning ruhi orqali berishi yo'ldir. Birinchi Vays Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ruhidan tarbiyat olgan Vays al-Qarani bo'lib hisoblanadi. Uning ismi bilan bir joyda ikkinchi joyga tez vaqt ichida yo'tkilish karamati zich bog'lashlik holda berildi. Misol uchun shu Taskira Bug'raxon va boshqa asarlarda ayt Sultan Vays bir chamdam qilsa, yaqinda Yemenda paydo bo'ldi. Musulmon allarida Vays al-Qarani ismi keng tarqalgan. Hadislarda aytishicha, Badrda bo'lgan janglarning birida Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir tishini tash bilan sundirganligi haqida xabarni anglab, Vays al-Qarani o'zining tishini sundirmoqchi bo'ldi. Ammo Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qaysi tishini sundirganini bilmaganlikdan 32 tishining hammasini sundirdi. Shunglashqa musulmonlarning tasbihi paydo bo'lishi Vays al-Qaranining ismi bilan zich bog'lashlik bog'lashligi tushuntirildi. Godleskiyning
fikricha Vaysil Qaranining 32 tishi va Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir tishi tasbihning asosini qurgan. Payg'ambarning vafotidan keyin Abu Bakr va Ali Muhammad payg'ambarning Vaysil Qaraniga atab qoldirgan xirka va qulahini yetkazdi. Hizmatullahning fikricha avliya Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan tonish bo'lmagan. Uning vafotidan keyin tarbiyatini algan. Şoňlaşqa paýgamberleriniň ruhydan terbiyet algan dervişler vayslar dep ataş qıplaşkan. Vaysiya anansiga İbrahim, Musa, Nuh, İlyas, İsa, Sam, Xidr degan paýgamberler kirdi. Qaraqanli davrida Sharqiy Turkiston territoriyasida dastlabkilardan bo'lib shayx vayslar paydo bo'lganligini rus olimasi Chivir o'z amgigida ta'kidlab o'tdi. Sharqiy Turkiston Turkiy xalqlarining orasida islom dinining tarilish tarixi Qashqar shahriga Sulton Sodiq Bug'raxon G'azining ustozi Samaniy shahzodasi Hoji Abu Narsa Samanining kelishi bilan boshlandi. 1856-yili rus olimlari ekspeditsiyaga Qashqar taraf avatildi. Shu ekspeditsiyaga Cho'qon Valixonov qatnashdi. Cho'qon Valixonov o'z safarida birinchi safarda o'zi bilan bir necha qo'l yozmalar Sharqiy Turkiston yozilgan qo'l yozmalar bilan birlikda Qaraqanlarning tangillarini ep keldi. Ularning ustida tadqiq qilib, qo'l yozma bilan Qaraqanlar tangillarini Aziyat muzeyiga hadiya qildi. Shu tadqiqot ishida Valixonovning amgigida Hadrati Hoji Abu Nasr tazkirasi alohida ko'ngil bo'lgan. Olimning fikricha 10-asrda bir necha musulmon dinini taratquchilarga ularning ichida ismi keng taralgan Shayx Hasan Basri va Abu Nasr Samaniylarga Sharqiy Turkiston shahrining egiligida ko'chman ordularning xonlari islom diniga kirgizgan. Bu xonlar shu qadar kuchli bo'lganki, hatto Mavara Samaniylarning hukmronligini gumron etgan. Abu Nasr Samaniy Qur'onul Karim yodqa bilgan. Shariatdan sir chiqmagan va hukumat ishlarini boshqarishda bilimlik inson bo'lganligini ta'kidlandi. Tazkira Bug'raxon asarida keltirilgan ma'lumotlar bo'yicha Hoji Abu Nasr Samaniyni Alloh taolaning amri bilan Sulton Sodiq Bug'raxonga ustoz etib tanlangan. Shundaqla Hoji Abu Nasr Samaniy haqida tazkira Bug'raxonda bir epizod barkin, u yerda Abu Nasr Samaniy tijoratchi bo'lganligi va kirgan tapovatning gadalaga taqitishish haqida aytganligi ma'lumotlari o'rin olgan. Bu Hoji Abu Nasr Samaniyning Qashqarga kelish zamani afsuski tazkira Bug'raxonda aytilmagan, ammo Molla Musa Saraymining asarida bu ma'lumot bor. Tarix amniyada aytilishicha, payg'ambar alayhissalomning bishorati bilan Abu Nasr Samaniy hijriy 332, ya'ni 943-944 milodiy yili Qashqar viloyatiga keldi. Bu chog'da Qashqarda Bug'raxon xonlardan Sulton Sodiq Bug'raxonning dadasi Bazir Arslanxon hokimiyat yurgizayotgan bo'lib, Sulton Sodiq Bug'raxon 13 yoshlarda edi. Bu ma'lumot bu rus olimi Bartetning amgigida berilganlardan 9-10 yil farqlanadi. Olimning aytishicha, 954-yili Samaniya davlatining hukmronlari Nuh podshoning vafotidan keyin varislar orasida taxt uchun kurash boshlandi. Nasr yana Abu Nasr Samaniy mag'lubiyatga uchrab turklar mamlakatiga qaytishga majbur bo'ldi. Abdulmalik ibn Nuh Samaniya davlatining taxtiga o'tirdi va davlat Hocam son 5 dakikamız. 5 dakika. Tamam. İş jarayonida atab o'tmoqchi bo'lganimiz alohida bir ma'lumot borki, Toshkent nusxa 531 inventar nomerida bir nasabnoma berilgan. Bu nasabnomaga ait Sulton Sodiq Bug'raxon Muhammad payg'ambarning avlodlaridan deb aytilgan. Bu haqida Jamal Qarshi o'z kitob amgigida atab o'tdi. Tazkira Bug'raxonda bayon qilishicha,
Sultan Sadık Boğraхан İslam dinini qabul qilgandan keyin uning yaranlarımı onun bilan birlikte İslam dinini qabul qildi. Mushu paytda Abdulkarim deb musulmon ism bilan atildi. 930-yili Qaraxonlar shahzodasi tag'isi O'g'ilcha Qadirxonga qarshi chiqib, beylikni qo'lga oldi. Risalai Sayramda Sabuh degan yani Sultan Sadık Boğraхан 50 başorgan mezgilde Sayramda teşlik ve parvanchilik bo'lgan. U beylik qilgan 70 yil jarayonida hech kim o'zining moli ve pulini yemagan. Sultan Sadık Boğraхан gazi 400 masjid soldurgan deb ta'kidlandi. Bu ma'lumotlar Vaysilardan bo'lgan Sultan Sadık Boğraхан elib birga sayasini yarqin ko'rsatib berdi. Valixonovning amgigida Sadık Boğraхан davrida Turpan ve Qumul taraflariga g'azat ochganligi haqida ma'lumotlar berilgan. Budist Uyg'urlar mamlakatining poytaxti Xotanga shundaqla Yarkent Yangihisarlar tarafiga islom dinini tarqitish uchun uyushtirgan har bir yurishlarda ko'p qon to'kilgan. U voqealar shaydan atalg'usi orqali ro'shan ko'rib turdi deb atab ketdi. Shundaqla Mahmud Qashqariyning o'zamgida ustim tarim haqida so'z qilgan chog'ida islom elining eqib o'tadiganligini aytdi. Bizning fikrimizcha bu Qaraxonlar mamlakatining territoriyasiga kirgan, chunki olimning ta'kidlashicha u vaqtda Qo'qcharning g'arbiy qismidagi aholi islom diniga itoat qilgan. Endi sharqiy qismidagi Uyg'urlar texi musulmon diniga kirmagan. Qisqartib aytganda yana bir Shayx Vayslar haqqiga bag'ishlangan yana bir amgak tazkira Xo'ja Muhammad Sharif hayoti va faoliyati haqida so'z bo'ldi. Bu avliya diniy siyosiy uyushmaning rahbari bo'lgan atalgan manbada, ya'ni tazkira Xo'ja Muhammad Sharif asarda u Qashqarda Sultan Sadık Boğraxonning va boshqa avliyalarning ma'zorlarini aniqlagan. Avliya Abdurrashid Xon murshidi bo'lgan haqida ma'lumotlar atalgan. Shuning bilan birlikda Qirg'iz va qozoqlar bilan bo'lgan urushda Abdurrashid Xonga duo qilib yordam qilganligini atab o'tdi. Tazkira Bo'raxonning 5-fasli yana bir avliya Qutb Adin degan hojiga bag'ishlangan. Bu hojiga shundaqla tazkira Qutb Adin Iraqiy qo'lyozmasi saqlangan. Sankt-Peterburg qo'lyozma fondida bu qisqacha aytganda bu asarda avliyoning Xidir alayhissalomning tarbiyasini olganligida va u Iroq shahrida yurgan chog'da u g'oyibdan bir nisba keldi ekan. Shundan keyin Qashqar tarafga safar qildi ekan. Safar u sahra orqali safar tutdi. Hocam toparlayalım hocam, bitirelim. Tamam. Qisqacha aytganda Qutb Adin Iraqiy avliya ham Vays ham Naqshbandiya tariqatlari orasida bo'lgan baqinishlar haqida ma'lumot berildi. Shundaqla Tazkira Said Apaxo'ja qo'lyozmasidami Mahmudumi A'zamning avlodlarining Sharq Turkiston kelishi va taxt beyligi ega bo'lish uchun o'zaro orasida bo'lgan kurash haqida. Shundaqla Mahmud A'zamning avlodlari islom dinini tartib qo'shgan ulushlari haqida ko'p ma'lumotlar berildi. To'plamlab Xulosalab aytganda, hozir yuqorida aytilib ketgan asarlar bizning tadqiqot ish jarayonida aniqlaganimiz shuki, qo'lyozma fondlarda saqlangan qo'lyozma va shaxsiy kolleksiya saqlangan nusxalar o'zaro yana farq qilindi. Inshaalloh bular yana bu ishimizni davomlashtiramiz va unidagi ma'lumotlar yana to'liqtirib monografiyasini biz inshaalloh chiqaramiz deb planlayapmiz.
bu eserler kaldı yadigarlar biz için çok mana bildirdi çünkü bizden tarihimiz hakkında fakat İslam dini tarix hakkında emas bu yerda geografiyalik ma'lumotlarni berdik shaharlar qaysi shaharda qanday millatlar yashagan va qaysi vaqtda islom dinini taratgan qanday madaniyat bo'lgan shu ma'lumotlar ko'p ko'p berildi. Evet. Sizga bu rahmat. Teşekkür ederim hocam.